شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Biz ilgirki dersimizde A'udhu billahi mineşşeytanirracim'ninki tefsirini kılıp kelgen biz Kur'an okugan veya qandaq bir ibadet ve başqa adatdagi ishlarimizni qilgan vaqtimizda Allohga sig'inib A'udhu billahi mineşşeytanirracim deyishga buyurildik. Yani Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني مشو آياتنا دليل لن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم degan آياتنا دليل لن biz Qur'an başlıq har qandaq ibadet şekildeki bizning hayotimizni hammasi ibodat emasmi? Shu shakldagi ishlarni boshlamoqchi bo'lsak, Allohga sig'inib shaytondan panoh tilashga buyurilgan. Nima uchun biz ilgirgilarimizda bayon qilib o'tdik? Shayton bilan iblis bilan bizning o'tirimizda ko'ni bir adovat bor. Shayton to'xtovsiz shaklda bizni ozdirish, o'zining do'zaxda yolg'iz qolib qolmasligi uchun tirishish ahvoli va buni biz tushunib o'tdik. Hatto bizning jannatdan chiqarilishimiz, dunyodagi bu kunga qolib qolishimizga sabab bo'lgan narsa ham shayton. Bugungi kundami ham bizning yo'llarimizda to'g'ri ish qilayotganlarning qashida, ya'ni iymonning qashida, islomning qashida har doim bilmirsat, ya'ni shayton bizni davomli ozdirish asosida ekanligi, bizning har doim ezib ketish ehtimolimiz bo'lganligi tufaylidan biz Qur'on boshliq har qanday ishni qilmoqchi bo'lgan vaqtida Allohni o'zimizga shaytondan bir qalqon sifatida hozirlashga biz buyurildik. Biz şu haqda ketayotgan, ya'ni shayton masalasi, odam masalasi, shayton bilan odamning o'tirib kelib chiqqan ziddiyat nerdan kelib chiqqan? Shaytonning Allohga asi bo'lgan tarafi, insonning, odamning Allohga asi bo'lgan tarafi, ikkisining osiligining o'tiridagi farq, masalan, ozroq to'xtaldik. Shu haqida ketayotgan. Biz kitabımıznınki şu A'uzubillahi mineşşeytanirracim münasibetlik tefsirininki şu qulumuzdaki basmanın 34. betinin o'ttirg'i kelib to'xtagan. Yani vaqad asarra şeytan ala ghiwayatil insan hatta la yakuna huwal asil wahid degan o'ringa kelib to'xtagan. Yani şeytanning buncha qilib ketishining sababi. Yani biz oldin sadiq darsda o'tdik. Şeytanning Allohning rahmatidan qo'g'ilishga sabab bo'lgan narsa o'zidagi takabburona osiylik, takabburona qarshilik, Allohning buyrug'ini keskin rad qilish, bunda ojizlik yoki xarakterdagi ma'lum bir ishlar tufaylidan qilinmay, "Ya Rob, men mana ishni qilolmadim, ojiz bo'lib qoldim, bo'lmadi" degan bo'lsa, u boshqa Xudo Adam alayhisolamga o'xshash. Ammo shayton keskin shaklda, aqli boshida o'zining nimdayotganligini o'zi biladi shu vaqtida. Bilib turib, men degan uningdan yaxshi. Sen meni o'tin yaratgan bo'lsang, uni layni yaratgan bo'lsang, men nimda buning sayda qilgudakmi deb rad qilish pozitsiyasidagi osiylik o'g'achqa bu intayin ig'ir osiylar. Shu tufaylidan u Allohning rahmatidan qo'g'langan, u Allohning rahmatidan qo'g'landi demak, ikkinchi qatam uningga qaytib fursat berilmaydi demak bo'ladi. Bu tufaylidan shaytonning ikkinchi qatam fursati bo'lmaganlik tufaylidan intayin ichi achchiq. Bu nuqtaning asosli sababkorini Adem alayhisalom deb qarab, mushu o'chmanligi tufaylidan o'zining yolg'iz qolg'isi yo'q do'zaxda. Ya'ni uning do'zaxga kiradiganligi muhaqqaq. Do'zaxdan qutulish fursati yo'q. Buni o'zi biladi. Unda o'g'andan keyin yolg'iz kiramdim deydigan bir xil tuyg'u bilan deyotdi-ki, shu abturbun tafsirlab deyotdi. Vaqat asarra shayton ala ghiwayatil inson. Shaytonning insonni ozdirishga bunda ching turishi
hatta la yakuna huval asil vahid. O özü yalğız cinayetkar olub qalmaslığı üçün şuna çıqın turdu. Yani bu asilik qilib Allah'ın rahmetinden qoğlanğan iken فَلِّمَاذَا يَكُنُ هُوَ الْعَاصِلُ الْوَحِيدُ Nimişki yalğız asi oldu, nimişki yalğız barıdı o dövzaqqa, nimişki hemmeylenten asi olmaydı. Şeytanın masiyet günah uçup qalışı Adem'ge seydi qımmat sabitini tusa. Nimişki Adem ballarını üzülen bile dövzaqqa ep ketmeydi. Bulardan intiqam elip, dadısını intiqam eliş üçün. Mesela dağıtıdı. İblis ve Adem oxşaş asilik qıldı. İblis mi asilik qıldı? Adem mi asilik qıldı? Lekin Allah iblisni öz rahmetinden qoğladı. Adem'ge mağfiret qıldı. Bu nime iş deydi bazılar. Ama biz miyadi şunu aldığın saatim deyip öttük, bayatım azraq tegiş qıldık. Yani deyimiz, biz deyimiz ki bu yerde A məsiyetlen ma məsiyetin oturdu fark var. Adem aleyhisselam ötküzgen cinayet bilen şeytanın ötküzgen cinayetine oturdu fark var. Bu farkın deyişimizin sebebi sizi bizle ötküzgen cinayet qarda tutuduğun pozisiyonimizni bizge ügütüdü. Ötküzgen cinayetin mağfiret kılınsın demse Adem aleyhisselam'da pozisiyonu bol. Ama sen şeytandaki pozisiyonu qalsan cinayetin mağfiret olmaydı. Yani bunun için biz bir yerde Adem bilen şeytandan ötküzgen cinayetinin farkını çıkarıvatımız. İblis'nin masiyeti en yukarı, yüksek derecedeki masiyet, yukarı derecedeki masiyet o. Yani buyruk ne? Buyruk okucuk keskin. Rat kıvat diyor o. İtaat kılmayın sana. Seyde kılmayın ben de düştü o. Dedi ki, la seyde kılmayın ben dedi o. Seyde kılmayın ben. İtaat kılmayın ben. Çünkü ben ottun, o laydın. Yani bu yerde xuddi mesela buyruqni kesken Allah'ın o'ziga qaytirib bergandeklar. Buyruqni okucuk qaytirib bergandek bir mesele. Ama Adem'ge qarab baqayli. Adem nim dedi? Ya Rab, amrukal haq. Senin buyruqun haq idi. Daraxtdan yemeslik buyruqun haqdi asli. Men buni qilishim kerakdi, yani buyruqni ijro qilishim kerakdi. Senin sözün haqdi, yo'ling haqdi. Walakinni daif, ama men aciz keldim. Nefsim galip geldi. Nefsimni itoatga zo'layolmadim. Ya Rab, mening ojizligimni kechirsizlar. Ma pozitsiya. Endi bizda-chi, ikki xil pozitsiyani birini tanlash ixtiyorligimiz bor. Ochilgan jinoyatimiz intayin ko'p. Birlarimiz uni qilyapmiz, birlarimiz buni qilyapmiz, birlarimiz bo'lib qilyapmiz, birlarimiz bilmay qilyapmiz. Qaysi xil pozitsiya tutamiz? Shaytondek pozitsiya tutamizmi? Ya'ni o'zimizning qilayotgan har ishiga bahona izlab, sebep izlab mamadallik qilamizmi? Yoki Ademning pozitsiyasini tutamizmi ki bu o'tkazgan jinoyat mening ma'lum kamchillikim, sabablikim, ojizlikim tufaylidan bo'ldi. Ya Rab, meni kechirgin deymizmi? Bu bizning ixtiyorligimiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Adem aleyhisselamga tövbeni yo'l qo'yib berdi. Tövbe qilish uchun so'zlarni berdi. Adem aleyhisselam avval hayatının dastlabki qadamlarida nimdab tövbe qilishni o'qimaydi. Alloh tövbe qilishni o'rgatdi. Tamam, sening bu pozitsiyaning tövbe qilishga loyiq. Ana sen tövbe qil. Ama avcu o tövbe qilish pozitsiyasi bo'lib boqmagan o. Azaldan. Demak, bu yerda ikki jinoyatning o'tirdi. Adem o'tkazgan jinoyat bilan shayton o'tkazgan jinoyatning o'tirdi farq bor. Birisi, ya men itoat qilmayman. Men uningdan yaxshi davatgan jinoyat, yana birisi banda o'zining xatoligini, ojizligini e'tirof qilib, Allohdan mag'firat va tavbani talab qilib, Allohga yuzlanib atgan jinoyat. Bir jinoyatning qashida gunohini tunish bor, yana bir jinoyatning qashida mamadallik bor. Tabiiyki bu ikki jinoyatning kechirilmasligi sizlar biz o'ylasak bo'ladigan yerda. Qaysi kechiriladigan, qaysi kechirilmaydiganligi aniq. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda bu farq mushta chiqdi emasmi? Uning ma'madalligi bizga emas, Allohga tugmidi uning ma'madalligi. O Allohning rahmatidan shu ma'madallik bilan qo'llandi. Demak, bizning shayton bilan bo'lgan adovatimiz ko'n adovat. Bu mesele bizning jannatdan chiqargan mesele. Qaytadan jannatga qaytishimizga to'sonlik bo'ladigan mesele. Alloh buni bizga aniq xabar bergan Qur'oni Karimda. Shundoq bo'lsa-mu, biz meseleге to'g'ri qaramayapmiz. Shuni deyotdi. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga shaytonning o'ziga dushman ekanligini xabar bergan bo'lsa-mu, innash shaytona lakum aduwwun. Shayton sizlarga dushman, fattaxizuhu aduwwa.
Antoğanıgen sizler bununla düşmendeki muamele kılınlar. İnnemâ yed'u hizbehu liyekûnu min ashabis sa'ir. Onun maksatı sizlerini dövzak altından kıvetmekçi. Onun maksatı sizlerini üzülen bile dövzak kirgizmekçi. Bunu doğru pozisyonda bulunlar. Devası mı? Feynel insan la yahtar. Yani insan ihtiyat kılmaydı. Şuna başka biz her kıtım Kur'an okuyumuz. Allah subhanahu ve ta'ala bizden özüge sığınıp durup şeytanır racimden panah tileşini isteydi, halaydı, yani irade kılıdı. Mişka şeytan bizge çakılıp kalsa, yaki hayat hadislerden biri hadisde bizden galbaqı bizden üstümüzge kep kalsa, Allah subhanahu ve ta'ala biz Kur'an okuvatqa vaqtın özü onu bizni yarak qırdı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Biz şu arqılıq şeytandan saqlanalaydık. Yani bizden bu arqılıq qalbimiz ahirda paklanıdı. Şeytanla biz özümüzni yaraklaştırgan bolumuz. Hem de şeytan bizni bu yoldan yaraklaştırış üçün bizge qaytadan vesvese qilishqa majal qilmaydi, urinmaydi, tirishmaydi. Bu bizning chiqish yo'limiz hamda. Ama bizim de kımavatımızda, yani biz Allah'a sığınıp şeytandan panah tilegan vaqtimizda bu yerda bir panah tilinadigan bir zat oludu. Yani biz sığınadigan bir zat oludu, musta'az bih oludu. O Allah subhanahu ve taala biz muşu Allah subhanahu ve taaladan sığınıp durup şeytanın racimden panah tileymiz. Şeytan Allah'ın halqının qatarından Allah yaratqanı ve sen mu Allah'ın halqidan. Endi Allah'ın halqı, Allah'ın yeni bir halqı olan, yani bir mahluk olan yalğız elişip qalishi mumkin. Bunda vaqtda bu yalğız elişip qalgan vaqtida agar sebep qonuniyatiga qo'yib etsak, öz aldığı qo'yib etsak, bu ikki mahluk elişgan vaqtida kuchliki ojizning ustun g'alaba qilishi mumkin. Ya'ni kuchlik o'zining kuchi bilan bo'ladi. Ammo ma ikki mahluk öz yalğız qolib qolgan vaqtda kuchlik ojizni yengilgan bilan, ammo idaltahama ahaduhuma bi xaliqihi, ikki mahlukning birisi xaliqining qishig'i berib olsa, yalğız qolib qolsa ikkisi, yalğız bir maydonga tushib qolsa, tabiiyki kuchlik ojizni yengadi. Ammo qaysi birisi bo'lsin, mahluk bilan bo'lmay, mahluk o'zining xaliqini qishig'i olib olsa, xaliq tarafiga berib olsa, ya'ni uning biri o'zining xaliq bilan birikib olsa, ikkinchisi uni o'rchi etmaydi. Yani bir muhim noktadan birisi var. Sen özün şahsen şeytanga taqabul tura alayma deb qalsan xatalashgan bo'lsa, taqabul tura olmaysa, o sening kuchli, o seni ko'radi, sen uni ko'rmaysa, sening qon tomiringda mang'andu. Sen bir maxluq, u bir maxluq, u kuchlik, sen ojiz, tabiiyki sen yengilib ketish. Ammo sen xoliqingni, yaratgan zotni o'zingning qishig'i olsang, tabiiyki shaytonning sen kuchi yetmaydi. Ammo sen o'zingni shaytonga tashlab bersang, şeytan sen bilen yalğız elitse o vakitte başka. Del şu vakitte sen Allah subhanahu wa ta'ala seni ve şeytan yaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sığınıp panah tilaysa, Allah sana onunla karşı yardım beradi. Şun başka bu prensip gerçi men bu yerda şeytan bilen seni misal qilib deyotganim bilen çoğ işlarning hammasi mush prinsip bo'yicha ma'noda. Dunyoning ishlarida. Qana deysa, şun başka siz bir bilik mu'minlarni ve bir bilik kafirlarni uchratganingizda, mu'minlar o'zining Robbiga bog'langan holatda davom etsa, mu'minlar bilan kafirlar bir top jang maydonida, mayli o jang qanday jang bo'lsin, amaliy maydondagi jang bo'lsin yoki hayot siyosiy, iqtisodiy va boshqa hayot sohalarining qaysi bir sohadagi jang bo'lsin, mu'minlarmi bir top mahluqlar, Allohning xalqi, kafirlarmi bir top Allohning xalqi. Agar ma mu'min top a kafir topga nisbatan udul kelib özünün Allah bilan bo'lgan munosabatini bog'lamasdan, yani o'zini o'zi mustaqil shaklda kafirlar bilan udul kelaman desa, bu yerdagi natija qanday chiqadi desa, qaysi kuchli bo'lsa dunyo qonunida bo'yicha shu yengadi. Mu'min kuchli bo'lsa mu'min yengadi, kafir kuchli bo'lsa kafir yengadi. Bu bir masala. Amma in zallal mu'minun mawsulin bi rabbihim. Amma mu'minlar öz Robbiga bog'lanib davom etsa, kuffarlar bularni mengu yengamaydi. Amma qachon Allohning mehnatini yaraqlashib, o'zini Allohdan bihajasangiz, yoki Alloh bilan bo'lgan munosabatni yaxshilamasa, kuffarlar bilan yakka holatda maydonga tushib qolgandek bo'lib qolsa, vaqtda u kuffar yengadi u vaqtda. Chunki ma holatda urush Allohdan yaraqlashgan ikki firqaning o'tirdi bo'ladi. Alloh o'z holiga qo'yadi. Kim kuchli bo'lsa shu yengadi. Amma mu'minlar Allohni o'zining qishig'i olsa, qanchalik ojizlik kelsa, cho'qim yengadi. Bu masala. Bu yerdagi masala. Ya'ni xulosalasak, bir xalq, ma'lum bir xalq bilan, bir maxluq bilan yolg'iz erishgan vaqtida
G'alaba qildig'ini kuchli qiladi. Bir mahluq, bir banda yoki bir Allohning xalqidan birisi o'zining xoliqi bilan panolansa, uning hech kimning kuchi yetmaydi. Bu bir qonuniyat. Yani ama insonlar, mu'min olsun, kafir olsun, Allohdan yiroqlashgan vaqtida, ikki toifa, ikkili guruhga İza ba'udat fi'atan anillah, Allohdan ikkili guruhga yiroqlashgan vaqtida inson ustun xalqa vaqtida g'alaba qilishi mumkin. Qaysi kuchli bo'lsa, qaysi aziz bo'lsa, kuchli azizlarni yengishi mumkin. Ama ikkili guruhga Allohni ching tutsa, avmu Allohni qashig'i oldi, mavmu Allohni qashig'i oldi bo'lib qolsa, o vaqtda kim g'alaba qiladi? O vaqtda ikki guruh hargiz urushmaydi. Çünkü Allah'ın qeşi ağan gruppa birisi-birisiga qarshi so'qashmaydi. Demek prinsip bu. Yakka holatimizda shayton bilan bo'lgan holatimiz shunda bo'lganga o'xshash. Shayton bilan yakka qolsak, balkim shayton bizni yengishi mumkin. Kuchli bo'lsang sen yengishing mumkin, ammo xoliqning qashiga olsang har holat sen yengisa. Bir bütün cemaat devlet şeklindeki Müslümanlar, yani bir Allah'ın ma'lum xalqlar, Allah iman etgan xalqlari, Allah iman etmagan xalqlar bilan bir meydanga chiqib qolgan vaqtda yakka chiqib qolsa, kim kuchli bo'lsa yengish mumkin, ammo Allohni qashiga olganlar har zaman yengadi. Ammo ikkalasi Allohni qashiga olgan bo'lsa, vaqt urushmaydi. Bu bir qonuniyat. Allah subhanahu va taolo sen Qur'onni o'qiyotgan vaqtingda sening shu Qur'onni qabul qilish uskunangni güzel şekilde bir pakizlash, tozalashni xohlaydi. Yani Qur'onni güzel qabul qilishni qabul qilishga kapolatlik qiladigan shaklda tozalashni, paklashni xohlaydi. Bu xil shakl qaysi yo'ldan bo'ladi desa, bi an tub'ida annaka naza'a shayton. O'zingdan shaytonning vasvasini yiroqlashtirish orqali bo'ladi. Shu vaqtda Qur'onni paklik, suzuklik bilan suzuk qabul qila olaysa, Qur'onning beradigan barliq atolarini ola olaysa, Allohga sig'inib shaytonir rajimdan panoh tilgan vaqtingda Allohning qishida bo'lgan bo'lsa, son shayton menga kelanmaydi. Shunlashqa qiyomat kunisi, mush ahvolni qiyomat kunisi shayton o'z tili bilan azdag'an kishilarga mandaq hikoya qilib deydi. Buni bizga Qur'oni Karim deb bergan. Va qala ash-shaytonu lamma qudiya al-amru innalloha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna az-zalimin lahum 'adabun alim. Yani shayton deydi ki, Allah sizlarga haqiqiy va'dalarni bergan, men sizlarga yolg'on va'dalarni bergan, sizlar menga itoat qilgan, mening amaliyotda sizlarni zo'rlab bir akatgudek kuchim yo'qdi, faqat men sizlarni shu ozdodim, chaqadim, ha dedim, bugun menga malomat qilmanglar deb qiyomat kunisi dunyodagi mush ahvolni o'zi e'tirof qiladi, mushni o'zi o'tirg'i qo'yadi qiyomat kunisi. Demak, shaytonning insonga besim ishlatib xolamaydigan ishni qildirish huquqi yo'q. Yani onunki besim işletiş hukuk olmaydı. Ve insanın ma'siyatga qanoat qildirish huquqim bo'lmaydi. Odatda biz bir adamning kuchi ikki xil bo'ladi. Ya quvvatini besim bilan bo'ladigan kuch bo'ladi yoki hujjat pok kuch bo'ladi. Shaytonning ikkili kuchi yo'q. Mana buning ismi biz odatda normalda sultonul hujj deb qo'yar tilda. Boshqalarni qoid qiladigan pok kuchi. Demak, shaytonning pok kuchi yo'q. Kuch ikki xil bo'ladi. Birisi bir ishni xohlamaydigan odamga besim ishlatish orqali ishlatadigan kuch bo'ladi, qila deb majburlab. Yana birisi sen rozi holatda shu ishni qabul qiladigan bir qanoat qildirish kuchi bo'ladi. Shaytonning ne biz xohlamaydigan ishni qildirishga besim kuchimi yo'q yoki hujjat pokit kuchimi yo'q. Biz shaytonga qoyil olmaymiz. Taroq ichayotganlarni haroqni issa yaxshi olmaydiganligini bilib turib İşçide yani biz özümüz qilishni xohlamaydigan ishni qilishga qanoat qiladiganga uning pokit kuchimi yo'q, lekin bu yerdagi masala shaytonning kuchi olmasdan qanday bo'lsa ergishimiz desa, bu yerdagi masala shaytonning vasvasasi qalbimizda bir biz ergishadigan bir havasni tepib olgan. İnsanın bir hevesi buludu. Her qanday insanın bir qığız keladigan bir ish buludu, yaxshi ko'radigan bir ish buludu. Şeytan aşın noktani tepib olgan. Dal biz shu noktani unga ergashgan. Mana bu şeytanning bizning qalbimizga kiradigan ojizlik noktamiz. Şeytan dal mushiyat kiradi. Biz bu yo'llarni yani degandek a'udhu billahi minashshaytonir rojim bilan taqishimiz kerak, etishimiz kerak. Allah subhanahu va taolo bizden mushu vasvasini cheklashni, to'sishni xohlaydi. Biz Qur'on o'qiyotgan vaqtimizda. Allah subhanahu va taolo shaytonni yaratgan zot. Shaytonga insonga vasvasa qilish qudratini bergan zot. Unda nima ishqa? Chunki itoat
ibadet qarşılıqsız olib qolgan vaqtida imanning haqiqiy harorati namoyon bo'lmaydi. Taklifatga yuzlanish kuchi namoyon bo'lmaydi. U bizning tabiatimizning xuddi malaikalarga o'xshash. Hech qanday bir xohish yo'q, orzu yo'q, zirkish yo'q, boshqa o'zimizningki yomon yo'llarga kiritish yo'q, holatni yaratib qo'ysa. Odatda biz davomli deb kelyapmiz, dunyodagi mahluqlar mana 3 xil shaklda yaratiladi. Birisi malaikalar tipi, bu mutlaq itoat tipi. Bularning hujayrasida yana bir narsani o'ylashadigan narsa bo'lmaydi. Buni va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa degan oyatda malaikalar o'zini sifatlab nima deydi? Nahnu va nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak deydi. Ya'ni malaikalarning xarakteri shu. İbadet, itoatdan boshqa ikkinchi bir xohish yo'q. Yeni bir birlikler biz etrafımızda kuruyatkan hayvanlarınki programısı, yani ulanın programısı yaratılgan vaxtıda ula yaşaş jarayonida nima ish qilishga belgilangan şu programı ulaştırılgan, anasının qusqudan tushkilib 1 soat olmagan hasal harasi o'zining nima ish qilganligini biladi. Janubiy qutbga tuxum tug'ib qo'yib yenib kelgan qushning balasi tuxumdan chiqib shimolga qaytib kelishini biladi. Dengiz yoqasidagi toshbaqaning tuxumidan chiqqan toshbaqa tuxumdan chiqiblar dengizga özünü etişini biladi. Bu ularning programmasi. Yani ular özünün vazifasi, özünün programmasiga o'rinlashtirilgan, ularga hech kim o'rgatmaydi xarakterida bor. Ammo inson xuddi biz hozir ishlatayotgan kompyuterga o'xshash qop-quruq bir ustun shaklda yaratilgan. Buningga qanday programma qachalash, qanday sistema qachalash şu insonning mas'ul atrofidagi ota-onasi boshliq bütün kishilarning majburiyati. O insanga güzel sistemler kaçınıp yaxshi işleşi mümkün o insan dünyada. Načar sistemler, viruslar kaçınıp dünyada načar işleşi mümkün. Bunu Kur'an-ı Kerim'de ne deydi? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. İnsanın bu cihette tallaş yolu buludu. Şuna Peygamber Aleyhisselam hadiste insan pak asli, appak tabiatı yaratıldı. فَأَبَوَاهُ bunun ata-anası yuhavvidanihi ev yunassiranihi ev yumeccisanihi diye ibaretlerden işletildiği hadis. Yani Yahudi kıldığını ata-anası, Nasara kıldığını ata-anası, Mecusi kıldığını ata-anası deydi. Demek insanın programımızda bu insan malaikelerge okşaş sap ibadetke karakterlenmegen. Hayvanlarga okşaş tumtaq özünün ma'lum bir vazifasiga qarab inson quruq yaratıldı. O'xshash. Bir davlatga rais bo'layotgan odamning 2 puti, 2 quloq va butun jismoniy jihatdagi yo'lda oddiy ishlarni qilib turgan, yo'l supurib turgan yoki oyoq maylab turgan odam bilan jismoniy jihatda hech qanday farqi yo'q. Faqat uning qo'shilgan programmasi qattiq olim bo'lib, dinga da'vat qilib, buyuk ishlarni qilib etgan odam bilan, odamning jismi bilan dinga eng dushmanlik qilgan, eng rezil past ishlarni qilgan odamning jismoniyatida hech qanday farq yo'q. Bu ikkisi tug'ilgan vaqtda o'z beti o'xshash tug'iladi. Buning kallasiga qo'shilgan programma bularni 2 xil tip qilib ayirgan. 2 xil o'tirdi zo'r musofa shaklidagi 2 xil inson qilib ayirgan. Mana bu insonning xarakteri. Endi insonni ahil shaklda, malaika shaklda yaratib qo'ygan bo'lsa, yoki hayvonlardek ma'lum programmalar tug'ilib bilan anasiga qaramay, uniga qaramay o'zining qiladigan ishini teyib ketsa, bilikqa o'xshash tug'ib bilan boshqa biliklar yeb ketmasin deb bilan bir narsalarning orasiga kirib yurishib, o'zining o'zib yurib, u yerdan bu yerdan o'zining qiladigan ishlarini, dushmanlardan farq bunda bo'lib ketsa, nima halovat olsun, nima imonning qiziq olsun. Ya'ni indama ve innama indama yujad igra ve ilha fil igra. Bizni ma'lum ishlarga qiziqtirish bo'lganida, shu qiziqtirishga favqulodda ching manda, zo'r manda ching qiziqtirish bo'lganida, sen shu vaqtda ibodatni ching tuta olsang, seni qiziqtirib turyotdi. Qalbingning bir yerlaridan seni havoyi havasga chaqiryotdi. Sen shu vaqtda ibodatni ching tutib olding, fazalika dalilun ala quvvatil iman. Ana shu sendagi imonning kuchi bo'ladi. Bir nokta var. Adem Aleyhisselam hatalaştı. Aslında güzel bir insandı. Demek Adem Aleyhisselam'ın hucaresinde yamanlıkның hucaresi mi var, yaxşılıkның hucaresi mi var? Yani Allah yaxşılık ve yamanlık olan birge Adem Aleyhisselam'ın denet kürüzünü halimedi. Qana qildi? Dünyaya avatib, yaxşılık hucaresini özüge ağallarını ayırıp ve yamanlık hucaresini özüge ağallarını ayırıp
yamanlıqlarının həmmini dözəxqa, yaxşı hüceyrələrinin, yaxşı əvladları da təmsil qıladığan hüceyrələrini cənnətə sulaşını xalıdır. Şunu olan bu dünyanı bizə bir məzgillik imtihan dünyası xibbədi bu. Əhval bu, bizim xarakterimiz, dünyada yaşayotgan hayatımızın xarakteri bu. Yani sen bir xizmetçinin işençlik ekanligini bilishing uchun faqat onu para bilan qiziqtirgan vaqtingda an bilalaysan. Sen bir şirketning lideri, bir xizmetçing var. O xizmetçing hech qanday bir qiziqtirish, ozdurishlarga, ochko'zliklarga uchirmagan vaqtingda doim sana sodiq ishlar beradi, xizmat qilaveradi u. Uni bilmaysan, uning sadoqat emasini bilmaysan uni. Onunğa ma'lum pul mallarını aldığı qo'yib, qiziq turib, ma'lum bir ishlarga qiziq turib, ya ayollarga qiziq turib, ya mal dunyoga, ya huquq qiziq turib, bir ishlarni çevirgan vaqtida andikin bu sana sodiqmi, sodiq emasmi, omonatlarmi, omonat. Shu vaqtida oshkor bo'ladi. Agar u bunda qiziqtirishlarga uchurmasa, duch kelmasa, uning omonatdorligi, ishonchlikligi sinalmaysiz, sinolmaysiz uni. Lekin qiziqtirishga duch kelgan vaqtida, o'zining omonatdorligini ching, o'zining xizmatini ching tutgan vaqtda, o'zining pokligini ching tutgan vaqtda bu omonat bo'ladi. Bu insonni tanlash mana bu. Alloh subhanahu va taolo bizga ixtiyorni berdi. Chunki Alloh o'zining xalqini o'ziga asi oluşqa qodir turib itoat qildiganlarni xohlaydi. Iymon etmaslikqa qodir turib iymon etadiganlarni xohlaydi. Chunki bu ahvol Allohga bo'lgan sevgini ifodalaydi, bu sevgini isbotlaydi bu. Allohga majburiy itoat qilgan xalq majburiy keladi, u ma'siyatga qodir bo'lmaydi. Masalan, malaikalar gunoh o'tkazadi, u malaikalarning tabiiy xarakterida gunoh o'tkazish yo'q. Bu Allah'ınki qahri jabarut sifatini isbotlaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'ziga suyib keladigan, o'ziga suyib ibodat qiladigan, chin qalbidan ibodat qiladigan bir xalqni iroda qildi. Mana bu muhabbat Alloh subhanahu va taoloning oxiratda bizga atolarni berishi, ne'mat berishi, jannat berishi uchun bo'lishi mumkin. Alloh o'z bandalariga bu ne'matlarga qarata bexillik qilmaydi. Balkim Allohning zotini suyib bo'lishi mumkin. Shuningdek ba'zi tasavvuf ahli tövendeki ayet-i kerime hakkında manda bir izahatlarını berdi. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Nişede? Bu normal düşünüştük ayet, yani qanday adam Rabbiga güzel ravishda ushashmoqchi bo'lsa ibodat qilsin, ibodatlarda Allohga hech kimni shirk keltirmasin. Bu bizning tushunishimiz boshqa, ammo ba'zi tasavvuf ahli buni qanday tushuntirib desa, Mishadaki ahada Allohga hech narsani shirk keltirmasindagi hech narsa jannat deydi. Yani bir adam cennetni ko'zlab ibodat qilsa shirk qiladi deydi ba'zi tasavvuf ahli. Biz buni qabul qilish qilmaslik masalasi boshqa masala, ammo bu yerda da'vatimizki Allohni suyish masalasini da'vatimiz. Allah subhanahu wa taala dedi: "Femen kana yerju liqa'a rabbih", Rabbiga ushurishni xolasa, Rabbini ushurishib huzur olishni xolasa, demek sen bir yerde Allah'ın özü üçün hizmet kılırsa, Allah'ın bırakılan cennet üçün emas. O vaxtda sen kıyamet günüsü aşağı hizmet kılsan, Allah üçün hizmet kılsan, Allah üçün yaxşılarını kılsan, Allah'ın huzurunda, Allah'ın muhabbetinde bulursa. Ama cennet üçün hizmet kılan adam cennetini alıdı. Cennetten yukarı boğan Allah üçün hizmet kılan adam Allah'a yarışır deyip, bana tefsir kılan. Bunların bu tefsiri doğru hatalık meselesi. Başka mesele. O cennet bizning ümidimiz, do'zax bizning panohlaydigan yerimiz. Ammo tasavvuflarning maddiyan gibin bir narsa tushunish qildiki, Allohning muhabbat, Alloh faqat bandasidan xohlaydigini o'zini suyish, Allohni suyish, ixtiyorli bilan suyish, majburiy. Alloh uni yaratib qo'yib suysa boshqa yer. Ammo Alloh xohlagan shuna malaikalar Allah subhanahu va taolodan Adem alayhissalomni yaratish haqida bir tafsiri shaklda savol so'ragan. Ya Rob, nima deb yaratsa bularni, ular qon to'kadigan, anda ish qilgan, bunda ish qilgan insonlar bo'lsa, Alloh yerda sizlar men bildiganni bilmaysizlar. Chunki Alloh shuni bildiki, ma inson malaikaga o'xshash ibodatga tabiiy yaratilgan inson emas. Bu qanday qilib bildigan inson? Dunyoda ash buzg'unchilikni qila oladi, yaxshilarni qila, ammo mushularning ichidan Allohga o'zini atay olganligi bu farishtadan yuqori. Farishtadan a'lo bo'lgan darajasi, boshqa farishta unga sajda qiladi. Ammo uningdan o'tib o'zining normal programmasidan halqib, yomon yo'llarga borsa, o vaqtda hayvonchilik muqimmanmagan bo'ladi. O vaqtda ularga kel'an'am balhum adal hayvondan tuyan bo'ladi. Demak, inson agar go'zal ravishda to'g'ri yo'lda borsa, darajasi malaikadan yuqori bo'ladi. Agar xato yo'lda borib, o'zining asl tabiatidan chiqsa, u hayvondan tuyan bo'ladi. Inson mana bu o'zini eng yuqori martabaga chiqa oladi, eng tuyan martabaga tusha oladi.
Biz təxəmə təsavvuflarının təfsirindən çıxıb gəlmədik. Təsavvuflar deydi, yəni bir adam cennet üçün yaxşı işini qılğan bolsa cennetə erişidi. Zat üçün cennetdən yuqarı olan Allah'ın zatı üçün yaxşı işini qılğan bolsa onun erişidi. Yəni bu yerdə Allah'ın zatı cennetdən mühim degan təsəvvürə oturub qoyub gəlib. Acaba Allah cennet dozaqını yaratmagan bolsa ibadet qılınışı layiq emasmidi? Degan bir sualni qoydu əhli təsavvuf. Məsələn, Rabia Adaviyya bu əhli təsavvufun ən çox pişvalarından birisi. Manda bir degan gap var, deydi, müş təfsirindən gap, yəni təsavvuf əhlinin təfsirindən gap. Ey Allah, əgər sən meni cennetindən tamaqı sana ibadet qıldı deb bilsən, meni ondan məhrum qıl. Əgər sən meni dozaqından qorxub sana ibadet qıldı deb bilsən, ibadet qıldı deb bilsən, meni dozaqqa at. Mən sana sən ibadet qıl layiq olğanlıq üçün ibadet qılman degan bir qız gapini əkilib məşə təfsir qıldı. Əndə bu təfsirlərinki şidiki bəzi bir xatalıqlar o başqa məsələ, onu tartışmayımız da. Amma bu yerdə demək çoğunumuz Allah'ın məhəbbətininki Allah iradə qılğan bir nəsil ikənligi insanların yaratışdır. O xil şəkildə onu qılalaydıgan, bunu qılalaydıgan erkin insanlar qılıb məsələn tallaş hüquq və insanlar yaratışdığı səbəb Allah üzüge üzünü suyulğan bir bilik insanlarını xalaydıqanlığını təkidləməkçi. Haq subhanahu wa ta'ala siz Qur'an oquyatqan vaqtida qalbingizni Allah üçün pak qilishinizni, paklashinizni xohlaydi. Allah Jalla Jalaluhu shaytonning hiyla-makirlarini, inson ruhiga kirib chiqqan urullarni hamma obdan biladi. Shaytonning sizga vesvese qilib sizning iymon tabiatingizni buzdiganligini biladi. Shuning bilan Qur'on tabiatning ustiga fayatul Qur'on ala fitra fasadat degan, ya'ni buzilgan tabiatning ustiga keladi. Shayton buzvatdi tabiatingizni, siz undan panoh tilmasdan Qur'on o'qidingiz yoki boshqalarni qildingiz, qilgan ishlaringiz yoki o'qigan Qur'oningiz buzuq tabiatning ustiga keldi. Ya'ni bu yerda inson ruhiga nisbatan mo'l yaxshilikni qabul qilish sabab Qur'on o'zining atasini ochmaydi, chunki tabiatingiz buzuq. Xuddi yaxshi uruq, go'zal bir uruq nachar yerga tushib qolsa, meva bermagandek ahvol. Uruq go'zal bo'lish bilan birga uruq soladigan yer go'zal bo'lishi kerak. Qur'onning go'zalligida gap yo'q. Qur'onning bizga ato beradiganligida gap yo'q. Biz bunu başqa xil shaklda tushuntirmasakmi, Qur'on 23-yillik jarayonida tarbiyalagan shu insonlarning o'zi cho'ng bir dalil. Qur'on shunda buyuk insonlarni tarbiyalagan Qur'on. Endi shu Qur'on shu buyuklik, shu isil meva, shu isil natijani, ya'ni shuningga o'xshash pak tuproqqa, ya'ni sog'lom qalbga tushgan vaqtida an beralaydi. Uning uchun siz oldi bilan o'zingizning Qur'onsiz, o Qur'onni bir uruq deb tushunsak, saradigan zeminingizni, yeringizni pokizlash to'g'ri. Bu dal auzubillahi minashaytonirrojim degan gap bilan boshlanadi. Mushu nuqtadan boshlanadi, bu boshlanish nuqtasi. Lekin siz Alloh bilan panoh tiladingiz, Xoliq bilan panoh tilsangiz, Xoliq bilan panoh tilagan bo'lasiz. Albatta, Xoliqqa sig'inib turib panoh tilagan kishiga, ya'ni sizga məxluq yıqılışqa cürət qılınmaydı. Şolaşqa siz özünüzün qobullaş üskününüzün şu əvətgən süzük uçurlarını qobullaşqa yaramlıq, şununla yaraydıgan buluşunu istəsəniz, Allah'ın kalamını anlap, çünki Allah sözləvatıdır Allah. Bizə Qur'an arqılı qandaqa sözləvatıdır. Qur'an bir o'qigan bizga oldimizda bir tilovat qilib berganimiz so'z emas. U Allohning kalomi. Qur'on o'qiyotgan vaqtimizda, Qur'on anglagan vaqtimizda Allah bizga so'zlayotgan bo'ladi. Dal shu Allah so'zlayotgan so'zni anglab turib, Allohning kalomini go'zal qabul qilishni xohlasangiz, tabiiyki o'zingizni shunga loyiq ravishda hozirlang. Buning hozirlanishining tunji qadami auzubillahi minashaytonirrojim. Shuningga Ja'far Sodiq radhiyallohu anhu deydi, yani Peygamber Aleyhisselam'ınki Ali Beyt cemiyetinin köpüncüsü Kur'an-ı Kerim'in sırlarını obdan bildi demez mi? Bunlar mesela alim kişiler gerçekten Şiiler bunlarını başka şekilde tasvirlep qavatqan nurgun hata okunur olsun mu? O Şiiler'in meselesi kinki ergeçkin. Ama bunlar Şiiler'inki o xil töhmet, o xil işlerden hali. Bunlar hemisi Kur'an'ın işki sırlarını bildiğin. Yani Ali Beyt güzel alim ölüme kişiler. Deydomuşlar hayatning qo'rqinchliklari insonning nazarida balkim qo'rquv, g'am, beoromchilik, ziyon, ne'matning yo'qolishi bo'lishi mumkin. Ammo deydi bu yana men qo'rqib turib Alloh subhanahu va taolaning hasbunallohu va ni'mal vakil degan so'ziga uylanmagan odamga hayronman deydi. İnson uchraydigan har bir xatolikning biridan doğrusu var.
Şeytan insanın bir xaplıqı. Şeytan insanın balası. Amma bunun auzubillahimineşşeytanirracim'den ibaret hal qilish chorasi var. İnsan qattiq bir ishdan qo'rqdi. Bunun Qur'onda doğrusu var ki hasbunallahu ve ni'mal vekil. Bunu demegan odamga hayron deydi. Men Rasulullahning shundaki mundoq deganligini anglagan. Fanqalabu Rasulullah debdimi? Özür. Təğmanımın gepi tügümüdü. Cafer Sadıq'ның gepi tügümüdü. Yani bir adam qo'rqib Allah subhanahu wa ta'ala'nın hasbunallahu ve ni'mal vekil degan sözge tayanmagan adamga hayron. Çünkü bu onun doğrusu. Nimişqa? Çünkü muş ayetning shunday keyiniga qarasak Allah subhanahu wa ta'ala deydi o fanqalabu bi ni'matin minallah ve fadl lam yamsashum su. Hasbunallahu ve ni'mal vekilning neticesi bu. Hasbunallahu ve ni'mal vekil degan söz Allah'ın qo'rqinishni Allah'ın ni'metiga o'zgartirdi. Qo'rqinishni Allah'ın fazliga o'zgartirdi. Unda degan odamga yomonlik yetmaydi. Kim qo'rqinishdan xoli bo'lmoqchi bo'lsa, hasbunallahu ve ni'mal vekil buning birinchi to'g'risi. Gap tugimidi, ha? Bir musibat, bir zararga uchragan odam Allah'ınki inni massaniya durru ve ente arhamur rahimin degan sözge tayanmasa bunun men hayranman deydi. Biraz ziyan uçurab, biraz musibet uçurab Qur'ondagi inni massaniya durru ve ente arhamur rahimin degan oyatga tayanmagan odamga hayron. Chunki ma oyat inni massaniya durru ve ente arhamur rahimin degan oyat del shu xildagi bala musibatning ochquchi hal qilish chorasi. Çünkü muş ayetinin kendide Allah mundaq deydi. Allah'ın mundaq deganligini anladım ki fastejabna lehu fekeshefna ma bihi min dur. Biz onun icabat qilib, onundan o bala musibetini götürüp etdik. Hiç qandaq ziyan qalmadı, zarar qalmadı deydi. Dünyadaki bütün bala musibetlerimizninki, bütün tosallıqlarımızın hemmenin açıqçı var Qur'onda. Yani qayta tekrarlay. Şeytandan ibaret bir balayımız var. Bunun açıkça euzubillahimineşşeytanirracim. Bu baladan qutulamiz. Qorqinishning bir açıkça var. Hasbunallahu ve ni'mal vekil. Bunundan qutulamiz. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Allah o qo'rqinishni ne'matga aylantirib turadi. Ve lam yamsashum su. Bizga hech qanday yomonlik yetmaydi. Bala musibatning bir açıkça var ki inni massaniya durru ve ente arhamur rahimin degan oyat. Çünkü bunun neticesi ne mi? Biz ma ayetlen dua qilganimizda fastejabna lehu biz icabet qildik, fekeşefna ma bihi onundaki bala musibetini kötürüp etdik. Onun da hech qanday ziyan qolmaydi. Fekeşefna ma bihi min durr. Yani gap davomlashyapti. Cafer Sadıq'ның gibi davomlashyapti. Men g'amga girib olup Allah subhanahu wa ta'ala'nın la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin degan sözüge tayanmagan odamga hayronman deyapti. Ba'zi g'am g'ussiga mubtalo bo'lamiz. G'amdan qutlanmaymiz. Bizni chirmib olgan bir qor bulut, üstümüzge kelib olgan bir qor bulut bo'ladi. Bu qor bulutdan qutlanmayapmiz. Bunun açıkçası qutulishning chorasi yana Qur'onda bor. La ilahe illa ent subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Çünkü oyatning oxirisida Allohning mundaq deganligini anladim ki fastejabna lahu ve najjaynahu minal gham ve kezalika nunjil mu'minin. Biz ijobat qilib uni g'amdan qutqizdik. Mu'minlarni shunday qutqizishimiz deyapti. Demek g'amdan qutulishning yo'li bu. Yani davomlashyapti. Ve ajibtu liman udira. Yani bala musibetlerge uçurab, biraz zararga uçurgan Allah subhanahu wa ta'ala'nın ve ufawwidu amri ilallah innallah basirun bil ibad degan sözüge tayanmagan odamga hayronman. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala mush oyatdan keyin deyapti, fawaqahullahu sayyi'at ma makaru. Allah ularning hiyla makrlaridan buni qanaqli saqladi deyapti. Bir bala musibat kelyapti bizga. Bunun açıkça ufawwidu amri ilallah innallah basirun bil ibad. Çünkü bunun neticesi fawaqahullahu sayyi'ati ma makaru. Ularning hiyla makrlarining yomon oqibatlaridan Allah bunu saqladi deyapti. Demek biz uçuraydigan qo'rqinch, g'am, g'ussa, zarar, bala, musibat hammaning Qur'onda açıkça var. Eğer tapalasak hammaning hal qilishlari Qur'onda bor. Endi bizdeki en çok bala musibet şeytan.
Şeytan meselesi adi mesele emas. Bunun açıkçası, bunun kurtuluşunun çaresi ve ente ma dumta fi ma'iyati haliqik. Sen Halık'ını üzenge billi bulduğun halatını saklasan, ma dumta fi ma'iyati haliqik, yani Halık bilen billi lan bolsan, şeytan sana mengü ketişki cüret kılamaydı. Mengüsüne kaşan kelenmeydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hira g'aridagi vaqtda Qashda Abu Bakr radhiyallohu anhu billi batdi hijrat kunligi, ya'ni Makkadan Madinaga hijrat qilib mangan kunligi bu vaqalik hammalarga aniq vaqalik. Shu vaqtda kuffarlar qurollar bilan g'arning eg'iziga keldi. Abu Bakr shu vaqtda nima dedi? Agar ularning bir putini ostida shunda qirg'an bo'lsa, bizni ko'rib qoladi. Bu kömedi. Bu fakat Abu Bakr radhiyallohu anhu'nun o o'xshash bir imoniy suzuklik bilan itiraf qiladigan ahvol. Bu itiraf qila olmaydi buni. Nima ish kömedi? Qaranglar, puti shunda qarg'an bo'lsa, pastga qarmamdi, ey ularni izlakaga deb u yoqqa qarmamdi. Kömedi de. Bu yerda bir imoniy suzuklik bo'lg'achqa bularning kömeydiganligiga ishinyapti. Amaliyotda ko'rish imkoniyatidan yuqori. Şuna çıkıp Peygamber Aleyhisselam hemen ayıqda atıdı. Məzənnuka bisneyn Allahu salisuhuma. Allah üçüncüsü olan iki adamga gumanın nima? Bu nima degan gap desa, senchi Allah bizni tashladi dema. Biz ikki, üçüncümüz Allah. Yani Allah bizga hamroh bu safarda. Seningchi biz zayo bo'lib ketamizmi? Dal Peygamber Aleyhisselam bu yerda bir oyat-i karimaga ishorat qilyapti. La tahzan innalloha ma'ana. Sen g'am qilma, nima qo'rqsa, ancha qilma, Alloh bilan billah. Mana bu nuqta bek muhim nuqta. Allohning o'zimizning qishimizga elishimiz kerak. Ya'ni biz davom Alloh bilan billah bo'lishimiz kerak. Alloh biz bilan billah deydigan bir ideyada bo'lish kerak. Buni bu ideyaningki birinchi qadami a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ey Alloh, bizni shaytondan saqlaslar. Shayton degan badbaxtni bizning yo'llarimizdan kesla, ya'ni u bizga yetanmasin. O'zir bizning himoyachimiz, o'zir bizning qo'rg'inimiz. Özür bizning qalqanimiz, ma shaytonga bizning kuchimiz yetmaydi. Mushuni bizni saqlaslar deb Allohni o'zimiz bilan birga qilish bu safarimizda. Shunda vaqtda shayton bizga jur'at qilolmaydi. Demak, Payg'ambar alayhisalom va Rasululloh bilan birga ketayotgan Abu Bakr radhiyallohu anhu ikkilisi shu vaqtda Alloh bilan birga, ya'ni Allohning qishig'i olgan. La tahzan innalloha ma'ana. Endi qanaq turib yerda Maşkölenning Alloh bilan birga bo'lganligi Abu Bakr radhiyallohu anhuninki bular shunda qarg'an bo'lsa kirib qoldi degan gapiga, shunda putiga qarg'an bo'lsa kirib qoldi degan gapiga raddiya emas. Deymizki, to'g'ri Alloh bilan birga, Allohning ko'z ko'rmaydi. Unda bo'lgandan keyin Alloh bilan birga bo'lgan Abu Bakr bilan Muhammad alayhisolatu vasallamning shu qarada ularning ko'zlari ko'rmaydi, madam bular Alloh bilan birga bo'lsa. Demak, bizning a'uz billahi minash shaytonir rojim degan bu Qur'onning oldida o'qiydigan duoyimiz berilgan tafsirlar bu qadar bo'ladi. Ya'ni masalan, xulosalasak biz Qur'on başlıq. Qur'on eng büyük kitap, eng ulug' söz, Allohning kalomi. Qur'on başlıq. Allohning kalomini o'qimoq cho'g'al vaqtida a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyish orqali o'zimizni bir himoya, bir qalqon ichiga olgan bo'lsak, Qur'ondan boshqa har qanday bir odatdagi kitoblar, odatdagi so'zlar, odatdagi ishlar, odatdagi Allohning kalomiga nisbatan Alloh bilan qalqon elib turib boshlagan yerda boshqa har qanday so'zlarda Allohga sig'inib turib shaytondan panoh tilashning zarurligi chiqadi. Shayton bilan bizningki ko'na qadimi adovatimiz va buni unutmasligimiz kerak. Har doim shaytonning oldimizda ekanligini unutmasligimiz kerak. Alloh hammalarni shaytonning sharridan saqlasin. Bugunlik darsimizning oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.